unutma yorim. O'zingni to'q qorinni tutmag'indan o'tirib sinamanida yeb ol. Keyin oshxonada yashni bir qozon ovqat dangalatguncha. 2 qoshiq yeyman, to'yaman. Men o'zi shunaqa ekonomishniy kelinman-da. Bilgan-ku, ayas stakanlar qani? Mana. Voy, men ovqatim qolib to'ladi, yarim bo'lib qopti. Meniki ham yarim bo'lib qopti. Uy issiq-ku, shunga parlanganmi? Bahorda ovqatimiz yetib parlanib ketsa, yozda babsh kasamiz berib ketdik endi. Parvardachi mana 6 daqiqada go'shtni somsa bor. Abkiror hozir kiraman. Voy bolajonim onasi bilan xolasiga somsa olib ketdi. Voy, opa, bu somsalarda skelet qopdi-ku. Bu somsalar hozirgina go'shi bordi-ku. Havo issiq bo'lganiga go'shtlari parlanib ketganmi? Mana chuchiman nima edi? Go'sht suvmi desaga parlanib ketadigan. Bo'lmasa mana xomir nima parlanmabdi? Kelin, ketakdagi tuxumlarni olib qo'ying. Hamsoyalar pishak jeb ketmasin yana. Olib keldim, ayjon. Voy, o'lmasam, opa, tuxumlaringiz hammasi teshikmi? Tovuqlar ham shustirib ketyapti. Tuxum tug'mayapti deb so'yib tashlamasin deb yolg'ondan tuxum po'chani tug'ib beryapti deyman. Yo, issiqda qolgan bo'lsa parlanib ketganmi?